har oy oxirida отчет topshirganingizdan keyin foydaga chiqolmayapsiz yo qo'shimcha qanaqadir to'lovlar kelib chiqyaptimi, bu degani problema sizda emas yoki налоговыйda ham emas. Bizning tajribamizdan kelib chiqqan buxgalteriya xatosi deb ko'pincha ortiqcha summalar to'lab kelganmiz. O'shaning uchun hozirgi paytda o'zimning kompaniyamni 100% Fintax kompaniyasiga ishonib topshirib qo'yganman. Налогimni to'lashga ham, upravleniyasiga ham. Kompaniya haqida to'liq ma'lumotni glавный buxgalter Hasan akam berib o'tadi. Undan tashqari nima xizmatlar bor? Xo'p, Fintax kompaniyasida kompleks xizmatlarimiz mavjud bo'lib, unda buxgalteriya hisobi, soliq hisobi, yangi tashkil qilinayotgan korxonani patkulchi holatda topshirish, ichki audit, korxona yopish va barcha turdagi korxonalarga xizmat ko'rsatish kiradi. Kompaniyaning adresini ko'chadan tushuntirib beraman. Undan tashqari ichkarida 20 dan ortiq buxgalterlar bitta joyda xizmat ko'rsatadi. Adres tushuntirib o'taman. Shotor Ustaviylidan Xushbegiga qarab tushib kelayotganimizda bitta svetofor yetmay, chap qo'limizda Poytaxt bank bor. Shu Poytaxt bankni oldida kichkina eshik bor. Kelib turib telefon qilsanglar o'zlari kutib olishadi.